Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimizga ashaddiy obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, qo'shiqbozlari, mana bunday akalar yarichga urg'ochi qo'zi sog'liq ishqibozlari uchun bugun hafta kuniga yakshanba dam olish kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin deya akalar, biz bugungi video syomkalarimizni xudo xolasa o'sha mashhur arzonchi va optimchilar qishlog'i Tepaqo'rg'on qishlog'ida xudo xolasa akalar kanalimizda anchadan beri chiqadigan narxlarni chiroyli qilib qo'yib beryaptigan Kamronbek akamni yangi qo'ralariga yetib kelganmiz. Xudo xolasa yangi qo'ra oldim dedilar. Assalomu alaykum. Obunachilarga oson bo'lsin deb yo'ldan qo'raqib qo'ydi sen. Yo'lni bo'yidan, ha? Yo'lni bo'yidan kelishadi bo'ldi. Ochiqcha harakat qilib qidirib yurishmaydi. Lokatsiyada qiynalishmaydi. Umuman qiynalishmaydi. Asfaltni bo'yi har taraf qo'y. Bugun narx sindirasiz. Sizdan bo'lmasa ham boshqadan ish bitadigan qilib, xohlasa kelishdi. Hamma yo'g'ini qo'rqib beramiz. Bugun necha partiya chiqarib berasiz? Bugun 3-4 partiya chiqarib beramiz. 3-4 partiya chiqarib beramiz. Yaxshi ma'nili qo'ylar chiqarib beramiz sen. Birinchisiga yarichga urg'och qo'zilar chiqarib. Boshladikmi? Boshladik. Akalar, videoni boshladik. Bitta-bittadan like knopkasini bosib, akalar kommentariyada chiroyli izohlarni yozib turasizlar. Hop, biz boshladik. Kamronbek aka, birinchi partiyamizga aka soni nechi bosh? 18 dona so'ng birinchi partiya. 18 dona bir pachka yarichga qo'zilar akalar. Mana qo'zilarni yuz boshlariga ahamiyatni bering. Hop, soni 18 dona bari urg'ochimi endi? Bari urg'ochi, bitta ham qo'chqori yo'q. Bir dona ham ichida akalar qo'chqori yo'q. Xudo xolasa yedish sog'lomligidan muammolari yo'q. Garantiyalari beriladimi aka? Bir hafta 10 kun bemalol sinab olish. Bir hafta 10 kun bemalol akalar sinab olar ekansizlar, sinov beriladi inshaalloh. Aloqaga chiqinglar inshaalloh. Hop, yosh oyligi bo'ybasti aka. Yosh oyligi 5 oylikdan bitta ikkita bo'lishi mumkin. 5 oylik. 5 oylik. Yani 7 oylik plus. Qolgani akalar 7 oylik plus minusda. Mana aka, jonivorni oldi taraflaridan ham ko'rsataman. Chiroyli aka. Hammasini yuz boshlari kelishgan. Bunaqasi anchadan biri chiqqan yo'q. YouTube'da ham hamma yo'q ko'rib turishgan, to'g'risi-da. To'g'ri. YouTube'larda hamma yo'qda narx-navoni endi baland narxda chiqaradigan emas. Yengil qo'yiladi, yengil sotamiz. Xudo xolasa kelishtirib qilib berasiz endi obunachilarimizga aka. Dahshatlari bor. Bitta ikkita ajratib ancha pulni sotsa bo'laveradiganlari bor. Endi hop, bu yerda soni 18 dona bo'lsa, 18 donasini Kamronbek aka optimiga obunachilarimizga aka chiroyli qilib narx qo'yib bering. Kamronbek otangga rahmat deb kommentariy yozib ketsin. Bo'ldi, sen narxi qolganlarga qaraganda 500 ming narxdan qo'yib beramiz. Endi kelishtirib qilib berasiz-da. 500 ming arzon qilib beraman dangalda. Nech puldan berasiz bo'pti? 5 dan kam chiqayotgan yo'q. Ko'rib turibmiz, ko'rib turishibdi. Chiqqan yo'q. So'yin. Qo'yiladi. Yana bir bor yaxshilab ko'rsatib beraman. Narxini kelishaylik, keyin ko'rsataman. Narx bo'ldi. Oldi 500 dan arzon dedim, 4,5 dan kami bor. to'g'ri. Yengil barakasini o'zlari o'tib beradi. Kamini ham sheyda o'tib berib qo'yagan endi Kamronbek aka. Sen mana shu qo'ylarda o'tib beradigan joy yo'qdir, mana shu qo'ylarda. Yo'q, endi bundan mana endi bunisini ham olsangiz ham bo'ladi endi. Hammasini hisobi bor-ku. Masalan, bitta katta, bitta kichik, o'rta hisobi Kamronbek aka. Bo'ldi kerak. 100 degan uyaldim. 200 o'tib beraman, yengil dastlabki. 4300 danmi? Bo'ylab, ha. Samarqandgacha berib, u yog'iga kelishamiz. Otangizga rahmat, barakasini bersin akalar. 4 million 300 ming so'mdan akalar mana shu yarichga urg'och qo'zilar ketdi. Inshaalloh aloqaga chiqing. Xo'p, lokatsiyada ham qiynalmaymiz akalar. Bu taraf o'sha Andijon, Farg'ona tomondan kelish, xudo xolasa, yo'lni bo'yida mana shu qo'rada Kamronbek akamiz ish faoliyatlarini boshladilar. Akalar, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Kamronbek aka, keyingi partiyalarga o'tamizmi? Tagi seroq qo'ydi. Akalar, tagi seroq hammasini chiqazamiz. Xudo xolasa oxirigacha kuzatib turing. Xudo xolasa ikkinchi partiyamizga sog'liqni juda ham go'zallaridan yetib kelgan ekan aka. Mana bu sog'liqlarga ahamiyatni bering. Hammasi go'zal narsalar ekan aka. Sog'liq qarang. Kamronbek aka, qayerdan keldi bular? Bular Qirg'iziston Bishkek qo'ylari. Qirg'iziston Bishkekda haqiqiy o'sha toza sog'liqlari ekanda aka. O'shiga ham 4 kilogramm qo'ylar. Kamronbek aka, soni nechta endi bu yerda aka? 13 dona sen. Soni 13 dona. Bitta yelikan gigantlaridan. Hammasini o'z jullarini oldirib boquvga tayyor ekan-a? Tayyor o'sha. Bularni Kamronbek aka soni 13 dona bo'lsa, yoshlari, bo'y bastini bir qator aytib o'tib keting. Aka, sog'liq hammasi 90 gacha, so'yin 85 dan. 85 dan akalar 90 gacha chiqadigan sog'liqlar. Haqiqatda o'zi ko'rganda ham bilasiz, metrajli sog'liqlar ekanda aka. Yosh oyligi 4-6 tush. 4-6 yoshlar akalar. Xo'p, Kamronbek aka, endi
Buni bo'g'ozga berasizmi, qisirga berasizmi? Kerak, shuni qo'chqor ichidan chiqma yurib hozir ham. Qo'chqor ichidan olib qo'ydik. Qo'chqordan qo'shmatib qo'yaveramiz sen. Qo'chqorni ham xudo xolasa video davomida ko'rsatib o'tamiz. Bitta metrajni qo'chqor ichida yurgan ekan aka. O'ta melik ham sog'liqlar ekan. Haqiqatda sog'liqda o'sha maza qilib boqadiganlardan ekan. Ishqozlari bo'lsa aka, 13 donasini bir tortarga oling. O'zingiz maza qilib bolani olib ko'paytirib yuradigan variantidan. Sog'liqlarni qarang. Hammasi go'zal. Ham unaqa katta bo'lmas. Narxini yo'lida qilib qo'yib berasizmi? 1.5 degan gaplar bo'lmaydi. Kamronbek aka, endi qo'ylardi aka, narxini chiroyli qilib yo'lida qilib qo'yib berasizmi? 1.5 degan gaplar bo'lmaydi. Ming ham yo'q. Hech puldan qilib berasiz. Million ham yo'q. Bitta gap gapirib qo'yag'ili oladigan odamga dangali 9,5 million so'mdan uyigacha dastlabki qilyapti. Xayri bormi? Qochib ketyapti, boshqa qilyapti. O'shanchi dangal gapni gapiryapman. Hozir eplolmayapsiz dangal. O'shanchi 9,5 million so'mdan telefon qilishini ozgina o'zlariga yerini qilib beraman. Bar aka. Xudo xolasa aka 9 million 500 ming so'mdan mana shunaqangi sovg'alar yetib borar ekan aka. Bizni kuzatishda davom eting akalar. Biz keyingi partiyalarga ham o'taveramiz. Qo'ylar haqiqatda ozgina chorsa ekan aka. Qo'ylar lekin sifatiga gap bo'lishi mumkin emas aka. Mana jonivorlarni qarang. Hammasi go'zal. Biz keyingi partiyalarga o'tamiz aka. Aka, xudo xolasa keyingi partiyalarimizga Qo'chqorni haqiqiy aka go'zalidan yetib kelibdi. Qo'chqorni qarang aka, mana oq yuz, oq quloq variantidan. Kamronbek aka, O'ta kelishgan. Kalla garbonlar quloq joylar yo'q. Buni quloqlarining uzunligiga bir baho berib qo'yishaveradi. quloqini o'lchaganmisiz? 21 chiqdi. Quloq 21 ekan akalar, xudo xolasa. O'ta spartini ham olibdi. Qo'chqorning yoshi qanaqa? Ikkita ham 4ta. Ko'zi qonga to'layapti o'ziga. Mana aka, haqiqatda ikkita hali tishini to'ldirmagan ekan jonivor. Mana dumbar azrizlarini aka ko'ring. Qo'chqor Spart uniformada ekan. O'yin nechiga beramiz? 90 ga olishsin bo'ldi. O'yini 90 ga beraver ekanmiz. Xotirjam akalar. Mana. Akalar. Holatini ko'rib turibsiz, o'zingiz 10-15 ta sog'lig'ingiz bo'lsa aka, olib tashlab qo'ying, inshaalloh. Bolani yaxshi beradi. Ishlashiga garantiyalar beriladi. Aytyapman, ko'zi qonga to'layapti. Toza bo'ylar bu. Hamma tomonlama akalar garantiyalari beriladi. Aloqaga chiqing. Buni bizga bo'ladigan narxi. Dangali 2000, 3000 degan narxlar yo'q. 15 million so'm o'zlariga yerini qilib beraman. 15 million so'mga akalar xayri bor ekan. Telefon qilinglar. Ozmos kelishtirib beramiz deyapti. Dastavkalarni qayergacha yetkazib berasiz aka? O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda bor. Qo'chqorda O'zbekiston bo'ylab akalar kelishilgan holda dastavkalarimiz bor. Inshaalloh aloqaga chiqing. Xo'p, kelib ko'ramiz deganlarga lokatsiyalar. Lokatsiyalar tashlab beraveramiz. Lokatsiyalar bemalol tashlab beriladi. Ko'chalarga kirib yurishmaydi. O'zi yo'lda bo'yida ekan aka. Mana. Xaridorlar ham mana o'zi nima bor, qo'yib qo'ying. Xaridorlar o'zlari mana aka kelib tanlab ko'rib, xudo xolasa o'zlariga yoqqanini olishyapti. Kamronbek aka, keyingi partiyalarga o'tamizmi? Partiyaga o'tamiz. Akalar, xudo xolasa biz keyingi partiyalarimizga ham o'tdik. Xudo xolasa sog'liqlar serob ekana bugun Kamronbek aka. Tagi serob. Hammasini chiqarmaymiz ham meni ham. Hammasini. Video cho'zilib ketadi. Video cho'zilib ketmasligi uchun akalar ozgina, sozgina. Soni nechta aka? Soni 8 dona. Soni 8 dona. Xo'p, yosh oyligi, bo'y basti qanaqa aka? Bo'y basti 85 pilis minusga olishaveradi. Bo'y bastini akalar 85 pilis minusga olaver ekan. 4 6. Tarafga yurgizaylikchi. Mana jonivorlar aka. O'zingiz ko'rib turibsiz, qo'chqorlik, sog'liqlar hammasi zo'r aka. Endi buni bo'g'ozga beramizmi, qisirga beramiz, Kamronbek aka? Narsaga olishsin. Ichidan qo'chqor chiqmay yuribdi. Haqiqatda ichida qo'chqorlar yuribdi. Shaxsan o'zim ham akalar ko'rdim bu narsani. Yo'q, hali videolari bor, tashlab beraveramiz sizlarga. Qo'chqor bilan yurgan akalar videolari bor ekan. Bemalol aka ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Inshaalloh ishingiz bitadi. Kamronbek aka, soni nechta dedingiz? 8 dona dedik. Soni 8 dona. Narxi nechi pul? Narxini bo'ladigani o'zi video ham cho'zilib ketmasin. 7,5 8 yo'q. Hop, 7 million so'mdan kami bor deymiz. 7 million so'mdan akalar Kami bor. kelishtirib beramiz, kami bor deyaptilar. Nech pul endi buni Kamronbek aka kami? Shu 100 dan o'tib beramiz, tardimi deb. Kasal kelishtirasiz.
Yo'q, kelishtiradigan joyini o'zi boshidayoq aytib qo'ydi, o'zi 7 milliondan deb. Kelishtiradi. Keyin Martodamiz. Bo'pti 100 emas 200 o'taman yana. 6 million 8 ming so'mdan bo'ldi. Xursand bo'lib. Yo 6 million 700 dan bo'lsa. Endi men ham 100 ming so'ray, 6 million 700 dan. 6 million 700 so'mdan ketdi o'zlariga. Jahrini qilib o'tib beraman. Alloh barakasini bersin akalar. Xudo xolasa 6 million 700 ming so'mdan mana shu sog'liqlar ketdi. Inshaalloh aloqaga chiqing. Kamronbek aka, keyingi partiyalar bormi? Keyingi partiyalarni ham hozir qaraymiz o'zi. Chiqarg'imiz kelganini chiqaraveramiz, endi tagi so'rab qo'ydi. Xudo xolasa akalar. Video cho'zilmasin desangiz o'zi tugatib ham qo'ya qilaveramiz. Xudo xolasa sozgina video bo'ldi. Shu mana endi xudo xolasa tugatib qo'ya qilaylik akalar. Videomizni erinmasdan ko'rganlardan mashinalar ko'p o'tyapti. Hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Alloh chorvalaringga baraka bersin.